Yaxshimisan? Kellaring do'stlarim, yaxshimisan? Qo'lim toza edi-ya. Bugun to'y, seni muzatonman. Yo'lim bo'lganicha etib ketolma, o'tarsan-a? Aytganchi, to'yini bermasang ham ust-boshingga qarab borgin, mehmonlar oldida uyaltirib qo'ymagin. O'rta, ko'nglingmi? Qo'lim kiriydi. Nima deganing bu? Qo'ling kir bo'lgani bilan, zato ko'ngling toza-yu, o'rta. Aytganchi o'rta, artistlarning pulini yig'dilaringmi? Bolalar bilan ko'taraman devdilaring. Yetuvdim bolalarga hammasi jinnini yo'qoldi-yu. Sallaga ishonganman o'zi ahmoq. Mana o'rta, organizatsiya qarori kelyapti. Yaxshimisan? Qanday charchayapsan? Yaxshimisan? Arzimasa ham mendan senga to'yini kam kostingga ishlatarsan. Ishxonani tashlab keldim. Kiyimim ham bir ahvol. Keldi. Kimning telefoni bu? Voy, bering telefonni. O'char og'zingni. Jonim. Bering telefonimni deyapman. Kim bu? Sen gapiryapman. Kim jonim? Kimga yaxshi o'tib turing do'stsan? Hammasiga o'zingiz aybdorsiz. Men xohlaganimda mehr bera olmadingiz. Nima? Nima? Men ham ayol kishiman. Chidash qiyinmidi. Shunchalik ering ustidan yurishgacha bordingmi? Iflos. Yo'qol. Ketaman ham. Uyingizni yelkamni chuquri ko'rsin. Tinchlikmi? Nega chaqirding? Sizni va'dalaringizga ishonib, erim bilan hammasiga tochka qo'yib keldim. Keyinchi? Voy, mazza qilib birga yashaymiz. Xalqqa to'y qilib, osh berib, shu xotinim deb ota-onasini oldiga olib borib, hamma sharoitni qilib bergan, eringni qadriga yetmagan, meni qadrimga yetarmidi? Sakra mashinada.